Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sun'iy intellektda video kontent tayyorlab, Instagramga qo'yishib, ko'plab prosmotrlar, obunachilar yig'ishib, Instagram yurgizishyapti. Keling, hozir sizlar bilan bitta ibratli, manfaatli bo'ladigan sun'iy intellektda bitta video tayyorlashni noldan ko'rib chiqamiz. Birinchi video qilishdan oldin ssenariy yozib olamiz. Ya'ni masalan, qanaqa video qilmoqchisiz, nima qilmoqchisiz? Masalan, kichkina, oddiygina ibratli hikoyani olasiz. Mana masalan biz oldik. 2 bo'ri, hop, ichki kurash va tarbiya. Ya'ni chol va nabira o'rtasida bo'ladigan suhbat. Mana shundan biz hozir ibratli video qilamiz. Hop, bu yerda chol va nabira bo'ladi, faqat shuning uchun chol va nabira turgan rasm tayyorlab olamiz. Buning uchun Suzma AI botimizga kirib olamiz. Rasmni yaxshi, chiroyli qilish uchun Nano Banana Pro tanlaymiz, eng kuchliligi uchun. Hop, keyin razmer 916 format tanlaymiz. Tiniqligini xohlaganingiz olasiz, 2K, 4K. Bizga 2K yetadi o'rtacha. Va yozamiz. Mana bu yerga promptni yozish kerak. Bu yerga o'zbek tilida oddiy yozib qo'yamiz. Hop, menga rasm qilib ber. Rasmda o'zbek hovlisida chol va nabira o'tirgan bo'ladi. 3da deb qo'yamiz. Hop, 916 razmer yozmasak ham bo'ladi, lekin yozib qo'yamiz. Hop, mana menga rasm qilib ber. Rasmda o'zbek hovlisida chol va nabira o'tirgan bo'ladi. Suhbatlashib deb qo'yamiz. Va tayyor jo'natamiz. Va rasmni tayyorlab bo'lganimizdan keyin Gemini Omni videoga bosamiz. Bu yerdan 916 format, Full HD format tanlaymiz va sekundini 10 sekund qilib olamiz. Va tayyorlagan rasmimizni joylaymiz. Rasmimizni joylab bo'lganimizdan keyin yozamiz promptga. Hop, rasmdagi chol nabirasiga gapiradi. O'zbek tilida aytadi deylik. Endi nima aytadi? Ssenariydan olamiz. Bu yerda aytayaptiki, har bir inson qalbida yashirin kurash kechadi deyapti mana. Boboni gapini ko'proq qo'lamiz va mana bu yerga yozamiz. Rasmdagi chol nabirasiga o'zbek tilida aytadi. Bu boshqa prompt shart emas, oddiygina o'zbek tilida tushuntirib yozib qo'yamiz va hamma yo'q tanlab bo'lganimizdan keyin 10 sekund rasm tayyorladik, promptni yozdik. Prompt ham oddiy, o'zbekchada yozib qo'yilaveradi va jo'natishga bosamiz. Endi sirazi ikkinchisiga o'tamiz. Yana video bo'limi Gemini Omni 916 Full HD 10 sekund va yana boyagi rasmni joylaymiz. Keyin yana yozamiz. Hop, rasmdagi bola nevara bobosiga o'zbek tilida aytadi. Deymizda nimani aytishini maydan hozir ssenariydan olamiz. Kichkina nabira biroz o'ylanib qoladi va bobosidan so'raydi. Mana, bobojon, yakunda qaysi bir g'olib chiqadi deb so'raydi ekan. Qisqa bu gap, shuning uchun sekundini bu yerga 4 sekund qilib qo'yamiz, chunki gapga qaraymiz. Agar gap uzunroq bo'lsa, 20 ta so'zdan oshiqroq, 20-25 ta bo'lsa, 10 sekund tanlaymiz. Agar 15 ta, 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 8 sekundlik, agar undan ozroq bo'lsa 6 sekund, agar bir og'iz gap bo'lsa 4 sekundlik tanlaymiz. Hozir bu yerga 4 sekundlik yetadi. Bobojon, yakunda qaysi bir g'olib chiqadi deb bola so'raydi bobosidan. Va bu tayyor. Buni ham hamma yo'q ko'rib bo'lganimizdan keyin jo'natishni bosamiz. Ikkita videomiz уже ketdi. Endi 3-kadr qilib olishimiz kerak. Yana videoga kiramiz. Gemini Omni video 916 format Full HD sekundini 10 sekund qilamiz va yana o'sha
Yana o'sha rasmni joylaymiz. Va promptni olamiz. Bu yerda otani, boboni yana bitta gapi bor. Gapiradi. Buni ham gapi qisqa ekan, uni ham rasmdagi bobo, yana o'sha gap, rasmdagi chol nabirasiga o'zbek tilida aytadi. Sen qaysi birini ko'proq boqasang, mayli boqasang bo'lib qopti, boqsang o'sha g'olib bo'ladi deymizda. Va 4 sekund tanlab olamiz ekan, chunki bir og'izli gap ekan. Tayyor jo'natamiz. Xo'p, video tayyor bo'ldi deb keldi. O'sha birinchi videomiz tayyor bo'ldi. Bu orada 3 ta video ketibdi bizdan. Keyin o'zi Suzma AI bot chat orqali sizga tayyor videolar tashlab beradi. Mana hozir qilgan videolarimizni tashlab berdi. Bularni sahnayn qilib oldik. Endi montaj qilamiz. Montajda hamma xohlagan, o'ziga yoqqan, o'ziga qulay bo'lgan montaj dasturlar qiladi. Kimdir CapCut, menga KineMaster. Xo'p, KineMasterda qilaman. Xo'p, mana KineMasterga joylab oldik hozirgi sahnayn qilgan videolarimizni. Endi buni orqa foniga bitta ta'sirliroq bir qo'shiq muzika, fon muzika qo'yib olamiz. Qo'yamiz va buni ovozini pastligini 20 atrofida qo'ysak va shunday ketma-ketlikda joylaymiz va bosamiz. Har bir insonning qalbida yashirin kurash ketadi. Biri qora bo'ri. U hasad, g'azab, yolg'on, kibrni anglatadi. Ikkinchisi oq bo'ri. U esa yaxshilik, tinchlik, umid, halollik va iymondir. Bobojon, yakunda qaysi bo'ri g'olib chiqadi? Sen qaysi birini ko'proq boqsang, o'sha g'olib bo'ladi. Ko'rdinglar, video qilish uchun bitta qisqagina ibratli hikoya yoki dialog topasizlar. O'shini rasmga aylantirasizlar. Rasmdan shunday Gemini, Omni video orqali videoga aylantirasizlar. Hop, bu yerda mana hammasini shu Suzma AI bot orqali qilsanglar bo'ladi. Video mana bu yerda boshqa modellar ham bor, Sedens, boshqa kuchli modellar ham bor. Rasm qilaman desangiz, xohlagan mana Nano Banana, ChatGPT, Seedream, xullas istagan rasmingizni shu yerda rasm tayyorlab turib, mana bu yerdan video qilib tayyorlab, shunaqa kontent yaratib, hop, Instagram yurgizsanglar bo'ladi. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar, albatta javob beramiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga foydali bo'ldi deb yozib, like bosib qo'ysanglar bo'ldi.